Meni ismim Mo'tabar Xushvaqtova, lekin ko'pchilik o'rik guli taxallusi ostida taniydi. Men ekofaolman. Mutaxassisligim bo'yicha bakalavriat xalqaro jurnalistika tugatganman. Hozirda Green University Environmental Management, Science and Analysis fakultetida o'qiyman. Undan tashqari Yashil uyum ekologik festivali asoschisiman va 2 nafar farzandning onasiman. Bolalar, farzandlar, farzand eng katta motivatsiya. Farzand tug'ilgandan keyin odam ko'proq pul topadi ham, ko'proq ishlaydi ham, charchamaydi ham, chunki endi nafaqat bitta hayot, ya'ni o'zimni hayotim, balki 2 nafar farzandni hayotiga ham mas'uliyatliman. Men tabiatan juda ham mas'uliyatni his qiladigan odamman. Anxiety menda kuchli. Hammasi yaxshi bo'lishiga harakat qilaman va ba'zi narsalar, ya'ni farzandimni yaxshi yashashi, toza havo, suv bo'lishi, ko'chalardagi infrastruktura menga bog'liq emas ko'p hollarda. Men esa shu tarafni ham yaxshilashga harakat qilishni boshladim. Bu birinchi navbatda ekologik muammolarni ko'rish, kuzatish, ularni o'qish natijasida paydo bo'lgan qo'rquv hissi, anxiety edi. U bilan yashay olmadim. Yeb ichish qiyinlashib bordi. Hamma xayollar ertaga farzandim 15 yoshga to'lganda nima bo'ladi? 14 yoshda nima bo'ladi? Suv bo'ladimi? Havo bo'ladimi? Kasal bo'lib qolsa nima qilaman? Mana shu xayollar menga tinchlik bermadi va men ma'lumot qidirishni boshladim. Qachonki biron joyda bizda ma'lumot yetishmasa, bilim yetishmasa, biz qo'rquvga tushamiz. Nima bo'lishini bilmaymiz. Va ekologiya mavzusida ma'lumot qidirish jarayonida shuni tushundimki, o'zbek tilida ma'lumot yo'q. Faqat rus tili, ingliz tilida. O'zbek tilidagi bor ma'lumot ham ilmiy maqolalar va ular oddiy aholini kundalik hayotiga kirib borish ehtimoli juda ham kichik. Oddiy aholi qayerda uni eshitadi? Radiodami, televideniyadami, maktabda darslikda bormi yoki ijtimoiy tarmoqda qayerda bor? Hech qayerda ma'lumot yo'q edi o'zbek tilida, tushunarli, sodda va ishonchli. Shunda men bir nechta maqolalar yozdim va bir nechta jurnalistik saytlarga yubordim. Chiqaringlar shuni. Mualliflik ko'rsatmasangiz ham mayli, lekin chiqaring, odamlar ko'rsin, o'qisin. Bu bilimlar baribir ertaga harakatga olib keladi deganimda ko'p hammasi yo'q, bizga qiziq emas bu mavzu deyishdi. Va shunda o'yladim, xo'p, televideniyani hozir ko'pchilik ko'rmayapti, unga bora olmayman, radioni qayerda odamlar o'tiribdi? Va bu Instagram ijtimoiy tarmoqda odamlar o'tiribdi. Nimaga endi men o'zimga jalb qila olmasam, odamlar yig'ilib turgan joyga bormasligim kerak. Va Instagramda blog yuritish g'oyasi keldi. G'oya kelgandan keyin tezda syomka qilib suratga oldim. U payti vape degan bir martalik sigaretlar moda bo'lgan edi. Hamma joyga uni tashlab ketishardi, chakib-chakib. Ularning ichida batareyka bo'lgani uchun yerga juda ham zararli. Tashlash mumkin emas. Mana shu haqida kichkina rolik qildim va Instagramga yukladim. O'sha payt aytdim, agarda 100 ta odam like bosib ko'rsa, qandaydir ma'lumot olsa, shu ma'lumotni miyasiga singdirsa, demak, bu ishni davom etishim kerak. Kechasi bolalarni uxlatib, oshxonada servantni yopib, syomka qilib, keyin yana bolani emizib, uni montaj qilib yuklaydim. Ertalab esa 120 ta like bor edi. Shundan beri men bu blogda faoliyat yuritaman. O'sha boshidan beri hech qachon odamlarni befarqligini ko'rganim yo'q. Mana shunaqa kontrast. Ko'pchilik aytadi, odamlar befarq, O'zbekiston xalqi befarq, umuman ekologiya haqida o'ylamaydi, lekin aslida yo'q. Meni blogim mana shu darajagacha o'sishida faqatgina oddiy kuzatuvchi muhim rol o'ynagan. Har doim ham sifatli emas, lekin harakat qilaman ishni va hayotni birga olib ketishga, lekin ko'pincha men ko'p ishlaganim uchun asabiy holatim bolalarimga ko'rinib qoladi. Uyda, o'sha uy ishlari, umuman farzand tarbiyasi jarayonida men ko'proq asabiylashaman va buni hammasi ish ko'payib ketganidan bo'ladi. Buni tushunaman, lekin miyamda shunchalik ko'p g'oyalar borki, g'oyalar tug'ilaveradi va men ularni agar hayotga ko'chirmasam, o'zimni qiynab qo'yaman. Shuning uchun ham
G'oya keldimi, tez uni loyihaga aylantirib, tez ishga tushiraman va bu jarayon tinimsiz bo'ladi, cheksiz bo'ladi. Bitta g'oya keldi, uni ishlatib, keyingi g'oya u qo'shiladi. Mana endi men delegirovать qilishni o'rganyapman, bo'lishni. Hozir mana guruhim, komandam bor. Biz ular bilan birga ishlab, hech bo'lmasa festivalni birga qiladigan joyim bor. Lekin hamma g'oyalarni asosiy bajaruvchisi o'zimman. Menimcha uncha ham o'zgarmaganman. Faollikkacha ham shunaqa edim, faollikdan keyin ham ko'proq asabiylashadigan bo'ldim. Juda ham ko'p asab ketadigan bo'ldi va birozgina kritikani qabul qila olish ko'nikmasi paydo bo'ldi. Oldin umuman qabul qila olmasdim, hozir ancha immunitet bor. Albatta, men bilan ishlash qiyin, men bilan endi har doim urushavermayman, lekin doim o'sha to'g'ri tarafini aytib ketaman. Masalan, biz birga tadbir tashkillashtirayotgan bo'lsak, men albatta aytaman, yo'q, tarelkalar bo'lmaydi, bir martalik idishlar bo'lmaydi, bu narsa mumkin emas, chiroqlarni o'chirishimiz kerak. Men har doim ekologik tarafni ko'rsataman. Bo'lmasa nima keragi bor ijtimoiy tarmoqda blog yuritishni? Men bilan ishlaganda odamlar shunga tayyor bo'lib keladi va aynan ekologik tadbir, ekologik loyiha kerak bo'lganda menga murojaat qilishadi. Bir marta shunaqa hodisa bo'ldi. Endi ko'chada yurganimda ham men tanbeh beraman. Bir marta Bobur bog'ida katta sun'iy ko'l bor edi. Shu ko'lning oldida ko'p qushlar yashaydi. Va 3 ta tilda yozib qo'yilgan. Qushlarga ovqat bermang. Rus, ingliz, o'zbek tillarida yozib qo'yilgan. Va o'sha yozuvni tagida bir katta yoshli odam, 40 yoshdan oshgan, katta lepyoshka nonni, yopgan nonni bo'lib otyapti-da qushlarga. Birinchi navbatda nimaga mumkin emas? Chunki uni ichida oshirtiruvchi bor, dro'j. Bu qushni oshqozoniga tushib ishadi va oshqozonni yorib o'lib qoladi, bo'kib o'ladi qush. Qush bilmaydi qancha to'ygan to'ymaganini yeb, suv ichishni natijasida bu yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham mumkin emas. Men ham o'zim o'sha faoliyat jarayonida bilganman buni. Va bekordan bekor yozib qo'ymagandir. Va mana shu odam o'tyapti, birpas turibman, aytishim kerak. Agar aytmasam hozir 3 kun o'zimni qiynab yuraman. Va sekin aytdim, я извиняюсь, а вы увидели таблицу, там написано, что нельзя кормить животных? U odam qaradi, "Icho" dedi. Bo'ldi. U yerda madaniyatdan xabardor, yaxshi gapiradigan mo'tabar yo'q endi. U yerda kiyatan so'kish ham bor, baqirish ham bor. O'sha odamni o'sha joydan nonini olib ketgunicha baqirdim men. Bu hodisadan keyin u odam o'zgarmaydi. Yana shu ishni qilishda davom etadi. Lekin atrofda yurgan odamlar buni ko'rdi. Atrofda yurgan bolali, farzandli, yosh oilalar, kattalar, kichkinalar buni ko'rdi va eshitdi. Bironta ma'lumot ularning miyasiga kirdi. Mumkin emas, o'lib qoladi, bo'kib qoladi. Bu qonun, parkni qoidasi degan gapni tushundi. Agar hozir ketmasang, Milliy gvardiya chaqiraman degan gapimni ham eshitdi. Demak, mana bu eshitgan odamlar bu narsani qilmaydi. Hech bo'lmasa o'sha odamlarga ma'lumot yetib boradi va bu jamiyatda kichkina bir qonunni, qoidani ishlashiga olib keladi. Mana shunday qilib jamoatchilik nazorati yuzaga keladi. Afsuski, jamoatchilik nazoratini yuzaga keltirish uchun kimdir mana shunaqa shallaqi bo'lishi lozim. Albatta, juda ham ko'p. Ayniqsa ekologik muammolar, bu global muammo. Bir kishini, bir davlatni hattoki qilgani yetarlicha bo'lmasligi mumkin. Mana shuni tushungan paytingiz, muammolarni kattalashayotganini, hech kimni kutmayotganini bilgan paytingiz juda ham qiyin. Hech narsa qilmayapman, meni qo'limdan hech narsa kelmayapti degan tuyg'u bo'ladi va bu to'g'ri. Meni qo'limdan hech narsa kelmayapti. Hattoki sizni qo'lingizdan ham hech narsa kelmasligi mumkin, lekin birlashsa ko'p narsani qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda masala men dunyoni o'zgartirayotganim yoki men qandaydir katta buyuk ish qilayotganmikinman, o'zgartiralarmikanman degan savol emas. Bu yerda men uchun nima muhim degan savol bor. Qanchalik global muammolar katta bo'lmasin, men ularga причастный
sababchi bo'lishni xohlamayman. Men ularni yechimiga sababchi bo'lishni xohlayman. Bu prinsip. Delo prinsipi deyiladi-ku, prinsipni masalasi. Xuddi mana hozirgi oxirgi yillardagi savol, hamma joyda urush bo'layotgan davrda ekofaollarning orasida bir hazil chiqqan. Urush bo'lyapti, men hali ham sayyorani qutqarish uchun plastik xalta o'rniga ekoshopper ko'tarib yuribman. Juda ham to'g'ri, odam o'zini qilayotgan ishi bir chaqaga qimmat deb his qiladi. Bu juda ham to'g'ri, inson faktori. Lekin biz plastik xalta o'rniga kassada turgan paytimiz plastik paket kerakmi deganda, yo'q, meni o'zimning xaltam bor deganimizda, orqadagi 4 ta odam buni ko'radi. Plastik men ekologiya uchunman deb qo'ysangiz, ana 4 ta odam o'ylaydi, nima degani bu? Ko'chada yerda yotgan chiqindini olib chiqindi qutisiga tashlasangiz, orqangizda kelayotgan 10 ta odam ko'radi, shunaqa qilsa bo'lar ekan deydi. Keyingi safar kim tashlab yuborsangiz chiqindini, orqada 10 ta odam shunaqa qilsa bo'lar ekan deydi. Biz jamiyatga chiqdikmi, biz namunaga aylanamiz. Va termos olib yurib, plastik olmasdan, ko'chaga chiqindi tashlamasdan, shopper ko'tarib yurgan paytimiz mana shu ekologik madaniyatni yaratamiz. Biz dunyoni qutqarmaymiz. O'sha ekologik madaniyat esa ongli fuqarolarni yaratadi. Ongli fuqaro mana hech qachon daraxtni kesilishi uchun kurashayotgan odam ko'chaga chiqindi tashlagan odam bo'lmaydi. U har doim mana shu kichkina ekologik odatdan shakllangan odam bo'ladi. Hech qachon sayyorani kelajagi uchun qayg'uradigan odam, plastikda olib kel, vlajnini olib kel, 1000 talab qog'oz salfetkani 10 talab oladigan odam bo'lmaydi. U har doim kichkina ekologik odatlarga ega bo'lgan, shakllangan shaxs bo'ladi. Va biz qachonki mana shu ishlarni qilsak, ana yerda urush bo'layotgan taqdirda ham, mana bu yerda baribir plastik xaltalar millionlab ishlab chiqarilayotgan paytda ham biz ulardan voz kechsak va ekologik hayot tarzini tatbiq qilsak, biz mana shu ilmli odamlarni ko'paytiramiz. Va bu odamlar ertaga hokimiyatga arz qila oladi. Nimaga mana bu yerda daraxt kesildi? Nimaga lentichka bilan o'rab qo'ygansizlar? Nimaga mana bu yerni beton qilib qo'ydinglar? Nimaga mana mos bo'lmagan daraxtlarni ekyapsizlar? Degan savolni bera oladi. Bu savollar esa hokimiyatda ekologik madaniyatga ega bo'lgan, ekologik ongga ega bo'lgan kadrlarni ko'paytiradi. To'xta, bizni xalq hozir turib keladi, savol bersa nima bo'ladi? Biz bitta ishchi olaylik va ko'proq bu haqida o'rganaylik deydi. Va mana shu kichkina hokimiyatlarda ekologik masalalarga mana bunaqa e'tibor bo'lgandan keyin bu hokimiyat, davlat hokimiyat, siyosat darajasigacha ko'tariladi. Bu hammasi kichkina odamlardan, kichkina odatlardan boshlanadi. Mana shu yilni yanvar oyidan boshlab men ekologik festival o'tkazyapman. Har oyni oxirgi shanbasida ekologik festival. O'ylagandim, hech kim kelmaydi. Kelsa hop 30 ta odam keladi. Yo'q, birinchi safarning o'zida 80 kishi kelgan. Kirish pulli bo'lgan hisobda ham 80 kishi keldi. Keyingilari ham xuddi shu va har safar odamlar soni ortyapti. Bular 100 kishi, 150 kishi hattoki bo'lishyapti. Va ularning orasida eng quvonarlisi yosh ota-onalar, ular o'zlarining bolalari bilan kelishadi. Mana shu paytda men tushundimki, demak, kichkina bo'lsa ham bir hamjamiyat yaratildi va bu hamjamiyatning qo'lida yosh avlod o'syapti, tarbiyalanyapti. Agarda mana shu hamjamiyat kengaysa, bu degani faqatgina mana shu O'rik guli blogida yoki Yashil uyum festivaliga keladigan odamlar hisobida emas. Kelib, bir nima o'rgangan odam ertaga maktabga borib, kichkina dars o'tib berishi mumkin. Ota-ona ko'rib, masalan, mana bu yerda chiqindi tashlash punkti bor ekan, utilizatsiya punkti bor ekan, batareyalarni shu yerga topshirish mumkin ekan degan informatsiyani o'zini o'sha qarindoshlar guruhida yoyishi mumkin. Qarindoshlar bilan birga keyin shu narsani qilishlari mumkin. Bu sekin kichkina tizimdan katta tizimga aylanadi. Faqatgina ma'lumot inkluzivroq bo'lishi kerak. O'sha ekologik masalalar haqida gaplashganda bu nafaqat festival ko'rinishida, bu balki ko'rsatuv, balki ijtimoiy rolik, juda ham har xil ko'rinishda bu mavzu odamlarning kundalik hayotiga kirib borishi kerak. Hozirda ekologiya mavzusini kim eshitadi, kim ko'radi? Faqatgina IELTSga tayyorlanayotgan bolalar. Boshqa joyda yo'q, qayerda bor? Televideniyada yetarlicha ko'rsatuv yo'q. Tok-shoular bo'lishi mumkin, qandaydir katta jiddiy ko'rsatuvlar bo'lishi mumkin, lekin kundalik hayotga tatbiq qilish mumkin bo'lgan bilimlar juda ham kam. Odam qachonki bilimni sodda, oddiy va qanday ishlatishni bilgan holda qabul qilsa, bu ertaga amaliyotga ko'chadi.
Masalan, plastik zarar deyavermasdan, plastik zarar emas. Uni bir martalik ekanligi zarar. Masalan, yog'och deylik, yog'och organik. Yog'och yerga zararsiz. Yog'och ham agar bir martalik mahsulotga aylanib ketsa, 5 minut ishlab keyin tashlab yuboradigan bo'lsangiz, u ham zarar bo'ladi tabiatga. Plastikni bir martalik ekanligi zarar. Agar plastik televizorning ichida bo'lsa, kameraning ichida bo'lsa, mebel ko'rinishida bo'lsa, bu zarar emas. Uni bir marta ichib tashlab yuborayotganimiz zararli degani tushuntira olsak va siz plastik bilan qancha ko'p kontaktda bo'lsangiz, shuncha ko'p o'zingizga ham zarar va bu ertaga tabiatga tushgan tabiatdan yana baribir sizga qaytib keladi degan narsani tushuntira olsak, odamlar ongli ravishda uni saralashga, uni kamaytirishga harakat qiladi va kerak bo'lsa biznesdan talab qiladi. Nima kamaytir? Nimaga? Upakovkadagi qadoqdagi namsochiqni yana qadoqlab qo'yibsiz degan savollarni berishni boshlashadi. Ikkita plastik qadoq bekorga ketyapti shu yerda. Mana shunaqa savollarni bera olish uchun odamlarga tushunarli, sodda ma'lumotlar berilishi kerak va u hamma joyda bo'lishi kerak. Men qo'rqaman. Umuman piket masalasi, performanslar, ko'chada insonlar bilan qiladigan, ayniqsa mavzu sotsialniy bo'lsa, ijtimoiy bo'lsa, bu juda ham qiyin. Ko'chaga chiqib masalan, qaynona kelinni pulini olish kerakmi degan savol bersangiz, hech kim hech qanaqa muammo qilmaydi. Lekin siz Chorvoq suv ombori bo'yida Sibiriz qurilishiga qanday fikrdasiz desangiz, muammolar bo'lishi mumkin. Yoki siz zavodlarga filtr qo'yilishi degan yozuv, zavodlar filtr qo'ysin, majburiy bo'lsin degan yozuv bilan chiqsangiz, bu ham muammo bo'lishi mumkin. Masalani qanchalik xavfli ekanligiga qarab metod tanlash kerak. Lekin bir ko'tarasiz Reels ko'rinishda, 2 ko'tarasiz Reels ko'rinishda, 3 ko'tarasiz foto post ko'rinishda, lekin hech qanaqa foyda bermagandan so'ng men piket ko'rinishidagi metodga o'taman. Va bu juda ham yaxshi masalani ko'tarib beradi, lekin xavfli. Qo'rqaman uni ko'tarishga, bu metoddan foydalanishga, lekin qo'rqsam ham qilaman. Nima bo'lishi keyin Xudo poshsho deyman-da, qilaman. Lekin piket qilmoqchi bo'lgan, mana shu metoddan foydalanmoqchi bo'lgan influenserlarga aytgan bo'lardimki, juda ham puxta qilish kerak ishni. Juda ham puxta. Ya'ni siz so'zlarni tanlash, gaplarni qanday tuzish, huquqlar, qoidalar, qonunlar hammasini o'rganib chiqib, qayerda suratga olish mumkin, qaysi so'zlardan foydalanish kerak, qayerda mumkin emas, hammasini qonun doirasida qilishingiz lozim. Agar qonun doirasida qilsangiz, gaplaringizga hammasiga o'zingizni faktingiz bo'lsa, orqasida, mana shu gap bilan chiqdingiz, lekin u orqasi bo'sh emas. Orqasida fakt bor. Orqasida siz o'qigan, research qilgan ma'lumotlar bor. Va siz bu ma'lumotlarga ishonasiz. Ular ishonchli manbalardan olingan va mutaxassis bilan hattoki gaplashgan. Shunchaki chiqib olib ko'tarish kerak emas, albatta. Orqani mustahkam qilib, o'sha qonun bilan, bilim bilan o'zingizni ishonchli shaxsga aylantirasiz va undan keyin chiqsangiz, men o'ylaymanki, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Instagramda O'rik guli va Yashil uyum sahifalarim o'chirildi. Va bu Yashil uyum festivalini birinchi safarini qilishimga bir kun qolganda bo'ldi. Mana ertaga Yashil uyum, bugun mening Instagram sahifam yo'q. Ertaga birinchi festival. Odamlar qayerdadir ma'lumotni olish kerak. Yo O'rik gulidan olish kerak yoki Yashil uyumdan olish kerak. Ikkalasi ham yo'q. Juda ham shokka tushib qoldim. Qanaqa qilishni, endi qayerdan odamlarga ma'lumot berishni bila olmadim. Faqatgina Telegram kanalim qolgandi. O'sha paytda menda hech qanaqa qo'rquv hissi yoki xafagarchilik bo'lgani yo'q. Shunchaki har qanday vaqtda, istalgan vaqtda shuncha yillik mehnat o'chirilishi, yo'q qilinishi mumkin ekanligi va bu o'sha eski nohaq tizimni bir belgisi ekanligini sezdim. Lekin bilardim, o'chib ketgan taqdirda ham men yana obunachi yig'a olaman. 100 mingta bo'lmasligi mumkin, undan kamroq bo'lishi mumkin, lekin albatta obunachi yig'a olaman. Bu yerda umuman ijtimoiy tarmoqqa ko'p yuklama tushirmoqchi emasman. Bu shunchaki instrument men uchun.
men bu orqali ijtimoiy tarmoq orqali ma'lumotlarni inkluzivlashtiraman. Xuddi shu ma'lumotlarni saytda berishim mumkin, qanaqadir yangilik saytlarida berishim mumkin yoki ko'rsatuvga aylantirishim mumkin. Lekin bu tez bo'lmaydi. Bu ijtimoiy tarmoq esa menga tez, ishonchli ma'lumotlarni yaratish, har qanday formatda ularni uzatishga imkoniyat beradi. Bu shunchaki instrument. O'chirib yuborilsa, yana ochaman. O'chirib yuborilsa, yana ochaman. O'lmagunimcha O'rikguli blogi bo'ladi. Shunchaki mehnat bu uzoq yillik mehnat. Bu har bitta video bu ancha kunlik mehnat. Men shunchaki videoga olib ketmayman. Orqasini o'rganaman, kichkina research bo'ladi, mutaxassislar bilan gaplashaman. Bu ko'rinmas, lekin katta mehnat. Shuning uchun har bitta video men uchun qadrli. Metadan keyin so'radim, nimaga o'chirdinglar? Deganimda, Meta bizning xabarimiz yo'q dedi. Shunchaki endi ikki marta o'zingni sahifangga ehtiyot qilishga harakat qil. Ataka bo'lsa, uni yopib tur degan instruksiyalar berdi. Hozirgacha meni sahifamga har xil bot atakalari bo'lib turadi, hujumlari va sahifa doimiy banda. Videolar uchmaydi, videolar ko'p ko'rilmaydi, hattoki o'zimni obunachilarimga ko'rsatmaydigan vaqtlar bo'ladi. Spirt, antiseptik. Menimcha gujum bo'lgan bo'lardim. Gujum daraxti, bu sadaqa yarog'och. Uni Xorazm cho'lli hududlarda uchratish mumkin. Juda ham живучий, ko'p yashaydigan, tirmashadigan daraxt. O'zim yaxshi ko'raman. Va agar daraxt bo'lganimda, menimcha gujum bo'lardim. Plastik xalta o'rniga qog'oz paket ishlatish. Plastikni o'rniga, men plastik ishlatmayman, qog'oz ishlataman. Yo'q, bir xil, afsuski bir xil. Plastikni ishlab chiqarishda kamroq energiya, kamroq suv, kamroq resurs ketadi, lekin uni chirishi tabiat uchun zararli. Qog'oz xaltada esa mana bu yerda ishlab chiqarish jarayonida ko'p suv, ko'p energiya va resurs ketadi, lekin uni chirishi tabiatga zararsiz. Proporsiya qilganingizda ikkalasining zarari bir xil bo'ladi. Bitta qog'oz xalta ishlab chiqarishga ketadigan resursga 4 ta plastik xalta ishlab chiqarish mumkin. Shuning uchun ham qog'oz xalta ham, plastik xalta ham ekologik emas. Eng yaxshisi ko'p martalik matoli ekosumka. Va bu yerda ham yana bitta muhim narsa, ekosumka tutib, uni har kuni 8 talab olish, har xilini olish, sotib olish, bu ham ekologik odat emas. Siz bitta buyumni, ekologik odat bu shunchaki siz bitta buyumni olasiz va uni uzoq vaqt ishlatasiz. Ishlatib bo'lganingizdan so'ng uni yoki qayta ishlaysiz, undan nimadir yasaysiz, tikasiz va undan qolganini utilizatsiya qilasiz. Demak, har bitta buyumni ong bilan olish kerak, ong bilan ishlatish kerak va oxirida ong bilan uni utilizatsiya qilish kerak. Mana shu ekologik odat aslida. Agarda meni ovozim kuchga ega bo'lganda, men Sibriz loyihasini bekor qilgan bo'lardim. Va O'zbekistondagi o'sha 12 ta margumush konlari bor. O'sha konlarni ahvolini, qanday ahvolda ekanligini texnik taraflama o'rganib chiqqan bo'lardim. Va pestitsidlarni ishlatishni kamaytirishni so'ragan bo'lardim. Umuman ko'p narsa bor. Odamlardan esa agar odamlarga cheklov qo'yish mumkin bo'lganda, organik chiqindiga tashlamasdan ular kompost qilishi kerak degan qoidani amalga kiritgan bo'lardim. Tabiatga zarar beradigan har qanday mahsulotni reklama qilmagan bo'lardim. Shunaqa ham qilmayman. Ikkinchi farzandimni dunyoga keltirganimda o'zimdan faxrlandim. Men buni qila oldim, men buni qila oldim, o'lib qolmadim degan fikr bo'ldi va o'shanda o'zimdan juda ham faxrlandim. Har bir ayol faxrlanishi kerak. Po'choqlarni chiqindi qutisiga tashlamasdan paketning ichiga solib, aralashtirib, yerga ko'mish yoki komposter yasab, o'sha komposterda chiritishni ko'p ko'rsatyapman. Va o'sha videolarimda molga bersa bo'lmaydimi degan savol bor. Bo'ladi, azizlar, bo'ladi. Agarda mol boqadigan qo'shningiz bo'lsa, o'zingiz mol boqsangiz yoki tovuqingiz bo'lsa, bajonidil ular eng yaxshi utilizatsiya qilib beradigan instrument bo'la olishadi. Lekin bo'lmasa,
Yunusobod, Markaz 5da bo'lmasa nima qilish kerak? Mana shu savol juda ham g'alati savol va har safar shu savolni yozishadi. Bolalar, boshqa bolalar, dunyo bolalari. Chunki ekologik muammolar afsuski kattalarning aybi bilan bo'lgan. Yer sayyorasi avval ham mana shunaqa iqlim o'zgarishi davrlardan o'tgan, muzlik davri, isish davri, har xil davrlardan o'tgan yer sayyorasi. Lekin mana bu biz ko'rayotgan, biz yashab o'tayotgan iqlim o'zgarishi davri insonlar faktoriga asoslanadi. Va buni insonlar yaratgan. Insonlarni o'sha sanoatlashuv davrida juda ham ko'p kiyishi, juda ham ko'p yeyishi, juda ham ko'p narsa so'rashi, juda ham ko'p resurs talab qilishi, kelajak resurslarini tejamasligi natijasida bu iqlim o'zgarishi muammolariga duch kelyapmiz. Va men shu mavzuni o'qigan, Mark Maslining Global Warming kitobini o'zbek tiliga tarjima qilgan odam sifatida olgan ma'lumotlarim faqatgina katta avlodni kelajak resurslarini noto'g'ri sarflashda ayblay olishga olib keladi. Biz farzandlarimizni resursini ishlatyapmiz va bunga haqqimiz yo'q edi. Hozir nima uchundir kelajak avlodga qaraganimda, yosh bolalarga g'am his qilaman. Chunki bolalar bilmaydi. Bolalar shunchaki ota-onam aqlli, kattalar aqlli degan narsani o'ylashadi va ular bilmaydiki ertaga ekologik muammolar ularning davrida ko'payishi mumkin va afsuski ular bu bilan yashashi mumkin. Va mana shu mumkin degan so'zning ehtimoli ortib boryapti. Shuning uchun ham men har safar bolalarni ko'rganda yo'q, to'xtab qolish kerak emas, ular uchun davom etish kerak. Har bitta odam shuni tushunishi kerak degan fikrga kelaman. Зато не копите в себе энергию вот эту. Да. Плакать это хорошо, знаете, вот надо плакать. Yig'lash kerak. Yig'lash yaxshi. Yashil energiyaga agarda bu rostdan ham yashil energiya bo'lsa. Hozir Toshkent shahrida ko'rayotgan punktlarimiz, ya'ni elektromobillarni zaryadlash, quvvatlash punktlari, ulardagi elektr energiya baribir ko'mir, mazut, yoqilg'i yoqish natijasida olinadi va bu yashil energiya hisoblanmaydi. Agar yashil energiyani rostdan shamoldan, quyoshdan, odamlarni yerda yurish harakatida, mana siz yerga texnika o'rnatiladi, shunaqa siz yurgan paytingiz, yurganingizdan energiya ishlab chiqaradi. Xuddi shunaqa har xil rostdan barqaror bo'lgan, quyosh energiyasi tugab qolmaydi. Quyoshni masalan biz nurini olsak, unga zarar tegmaydi, ekologiyaga zarar tegmaydi. Shamoldan olsak zarar tegmaydi. Shunaqa rostdan ham yashil energiya bo'ladigan bo'lsa, va yana lekin biz tushunishimiz kerakki, yashil energiya bu qimmat energiya bo'ladi va har doim chunki uni olish ko'pincha ko'proq mablag', ko'proq texnika, ko'proq kadrlar talab qiladi. Agarda biz shu sohada yaxshi mutaxassislar yetishtirib chiqsak, bizda yaxshi injenerlar bo'lsa, matematiklar, biologlar, umuman texnikani yaxshi biladigan mutaxassislar bo'lsa, biz mana shu yashil energiyani yana ham arzonroq, yana ham qulayroq qilish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Va hattoki o'zimizni kadrlar chet elda, boshqa davlatlarda yashil energiyani ishlatishga yordam berish, mana shu sohada ishlab pul topishi va iqtisodiyotga foyda olib kelishi mumkin. Faqatgina bizga bilim kerak. Bilim. O'qiydigan, yaxshi biladigan kadrlar lozim. Ingliz tili o'rgan. Jinni bo'lib yurma, bekor vaqtingni sarflama, ingliz tili o'rganib ol, ertaga vaqting bo'lmaydi degan bo'lardim. Chunki o'sha vaqtda ingliz tili o'rganmaganman. O'sha vaqt qaysi darajada qolgan bo'lsam, hozir ham shu daraja. Endi esa ikkita farzand bilan bu tilni o'rganish biroz qiyinroq. Nima uchun ingliz tili? Ko'p narsa ingliz tilida. Research qilmoqchi bo'lsa ham, research o'qimoqchi bo'lsa ham ingliz tilida. Hozir hech qanaqa muammo yo'q, tarjimonlar juda ham ko'p, lekin baribir haqiqiy manba bilan gaplashishni xohlardim. Haqiqiy manba bilan uning darajasida ilmiy tilda gaplashishni xohlardim va buning uchun menga ingliz tili juda ham hozir kerak bo'lyapti. Til o'rganing, o'zingizning ustingizda ishlang va qiziqish mana bu qobiliyatini, qiziquvchanlik qobiliyatini yo'qotmang. Kino ko'rdingiz, qanaqadir savollar paydo bo'ldi, tezda internetdan qarang, o'rganing, kichkina research qiling. Kim bilandir gaplashdingiz, qanaqadir fikr aytdi, tezda keling, o'qing, o'rganing.
ozgina ma'lumotingiz bo'lsin. Har bitta sohada shu har xil ma'lumotlarga qiziqing va hamma ma'lumot sizga pul, daromad olib kelishini haqida o'ylamang. Shunchaki yangi narsalarni bilish orqali o'zingizga dopamin berishingiz haqida o'ylang. Ko'proq narsa o'rganing. Atrofingizda har xil odam bo'lsin. Bilish, o'rganish, qalb ochiqligi, miya ochiqligi qobiliyatlarini buni men ko'proq mukofot deyman. Mukofotlarini iloji boricha umringiz davomida saqlab qolishga harakat qiling va yoshlikni juda ham chiroyli, zo'r yashab o'ting.